Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Demak, darslarimizni davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan ro'yxat tagillarini ko'rib chiqamiz. Ana list taglari, ro'yxatlar. HTMLda ro'yxat taglari ikki xil bo'ladi. Endi tartiblangan va tartiblanmagan ro'yxatlarga bo'lishimiz mumkin. Demak, birinchisi OL degan tag bu tartiblangan ro'yxat hisoblanadi. Ya'ni OL degani bu o'sha ordered list so'zining o'sha qisqartmasi. Ordered list. Ya'ni tartiblangan ro'yxat. Va keyingisi UL degan tagimiz bor. Bu unordered list deyiladi. Bu tartiblanmagan ro'yxat hisoblanadi. Undan keyingi tagimiz bu li tagi. Shu ro'yxatlar shuning ichiga yozib boriladi. Ya'ni bu list deyiladi. List. Bu ro'yxat deb olsak bo'ladi. Ro'yxat deb oladi. Va bular sizlarga tushunarli bo'lishi uchun kommentariyaga olib ketaman izoh sifatida. Demak, qanday ishlatamiz buni? Qanday foydalanamiz bulardan? Demak, OL tagidan boshlaymiz, tartiblangan ro'yxatdan. Buning uchun birinchi OL degan tagni ochib olamiz va buni orasiga li degan tagni ichida o'sha ro'yxatdagi ma'lumotlarni yozishni boshlaymiz. Demak, men ranglarni yozaman, inglizchasini. Red, blue, yellow va green. E'tibor bersak, mana tartiblangan ro'yxatda tartib degani raqamlar beradi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi so'rov. Bu yerda men raqam qo'yganimda o'zi kompyuter biz eshitdimiz o'zi shunday raqamlar beradi avtomatik. Buni o'zini atributlari bor, ya'ni qo'shimcha, ulardan hozir ko'rsataman. Demak, bu bunaqa beradi, bular avtomatik raqam tartiblab beradi. Davomidan yozsalar yana 5 6 qilib o'zi raqamlar beraveradi. Endi keyingi endi bu yo'lda ishlatiladigan atributlarni ko'rib chiqamiz. Bular demak atributlarimiz 3 ta asosiy ko'radigan type, start va reversed atributlari bor. Shularni ko'rib chiqamiz. Birinchisi type ko'ramiz. Demak, xuddi shu hozirgi ro'yxatda nusxalab olaman, ya'ni kopiya qilib olaman. Bu yerga demak startdan birinchi typedan foydalanamiz. Type deymanda ikki nuqta qo'yaman, barobar qo'shtirnoq ochaman va kichkina a harfini yozaman. E'tibor bersak, mana a, b, s, d deb alfavit bo'yicha tartiblab beradi. Agar buni katta a qilsalaring, mana katta a, b, s, d qilib beradi. Ya'ni bu katta kichkina a, b, s, d qilib berishi mumkin. Undan keyingisi type yana boshqacha turi bor. Ya'ni bu i harfi, ya'ni katta i harfini yozaman mana. Rim raqamida 1 2 3 4 qilib beradi. Kichkina i qilsalaring, kichkina raqam 1 2 3 4 qilib rim raqamida qilib beradi. Ya'ni bu rim raqamini da tartiblab berar ekan. A yoki rim raqamida qilishimiz mumkin edi. Keyingi ko'radiganimiz mana start degan atribut ko'ramiz. Shuni yana qayta nusxalab olaman. Pastroqqa tushaman va bu yerda endi men type'ni o'chiramanda bu yerga start deb yozaman. Start deymanda 25 yozaman. Endi ro'yxatimizni 25 dan boshlab tartiblab beradi. Start degani boshlash. Bu yerga necha raqam yozsalaring, shu raqamdan boshlab tartiblab beradi. Start degani demak o'shani raqamni tartiblashni boshlaydi. Undan keyingisi ko'radiganimiz bu reversed degani atributni ko'ramiz. Ya'ni bu nima qilib berar ekan? Buni o'chiraman va bu yerga reversed deb yozaman va natijani ko'rsak, 4 3 2 1. Ya'ni reversed degani teskarichani, teskari tartibda qilib beradi. R degani orqaga, ya'ni uni mashinalarda ham avtomat kalkulada R orqaga yuradi, shu reverse degan shunga orqachaniga demak tartiblab beradi. Agar 6 ta bo'lsa 6 dan boshlab tartiblab beradi. Endi biz shu type, start, reversedlarni birgalikda ishlatsa ham bo'ladi. Qanday ishlatamiz? Mana bu yerga men reversed deb yozgandan keyin bu yerga start deb reversed o'chirib turaman. Start deymanda misol 16 yozdim. 16, 17, 18, 19 ketdi. Endi bu yerga men agar reversed deb yozib bergan bo'lsam, 16 dan boshlab teskari tartibda 16, 15, 14, 13 qilib beradi. Ikkovini mana birgalikda ishlatsa bo'ladi. Yoki bo'lmasam reversed bilan type ishlatilmish. Type deymanda bu yerga a yozib beraman. A. Mana. Ya'ni bu alfabet tartibda teskari. Ya'ni bu D, S, B, A qilib mana tartiblab beradi. Teskari tartibda. Birgalikda ishlatsa bo'laveradi demak bular. Mana A, B, S'ni teskari tartibda qilib berar ekan. Endi uchalasini ham birgalikda ishlatsa bo'ladi. Qanday ishlatamiz buni? Nusxalab olamiz. Misol buni type'da A, B, S, D qilib berdi. Endi shuni menga boshqa birorta, masalan, G harfidan boshlab ber yoki D harfidan boshlab ber desa, agar bu yerga sizlar
D harfini qo'ysalar ham D'dan boshlab bermaydi. Chunki type'da alfabet yoziladi. Endi start deb turib agar D yozadigan bo'lsa, bu ham ishlamaydi. Chunki startga raqam yoziladi. Ya'ni bu yerga o'sha G yoki X yoki qaysi harfda bo'lsa alfabet tartibida raqam o'rinni yozsalaring, shunda alfabetda shu 9-o'rindan boshlab harflar beradi. Mana I dan boshlaydi ekan. Agar bu yerga reverse deb yozib qo'ysak, demak teskari tartibda qilib beradi. Mana demak type'ga yo A yo misol rim raqami startga faqat raqam yozasizlar. O'shanda shu raqamdagi alfabet bo'yicha bo'lmasa mana rim raqamidan 9dan boshlab teskari tartibda qilib beradi. Bu demak tartiblangan ro'yxatda bo'ladi. Demak, buni bildik. Demak, startda raqam yoziladi, reverse'ga teskari tartibda, type'da demak i qilib berar ekan. Yana bir narsani ko'rsatib beraman. Agar reverse o'chirib turaman. Agar type tipini ya'ni A ga o'zgartirib olaman, ya'ni alfabet tartibida va buni 27 qilaman. Mana 26 ni qilib beraman. Qaranglar. 26 z oxiri va 27 dan boshlab menda ikkitalik raqamlar. Ya'ni ingliz alfabetida 26 ta harf bo'lganicha u yog'idan kattasini A B A si xuddi haligi mashina raqamiga o'xshab, seriyasiga o'xshab shunday qilib raqamlar. Agar bu yerga 53 qilsam mana B dan boshlaydi. Chunki 52 ta bo'ladi-da, tugaydi, keyin bunga o'tadi. 255 qilsalaring mana bu harfga o'tadi. Agar kattaroq raqamlar 1000 yozadigan bo'lsam mana 3 talikka o'tadi. Shunaqa qilib ketaveradi. 26 talikda. Shunday qilib foydalanish mumkin bo'ladi. 700. Endi bular ishlatilmaydi, lekin bir hozir mashq beraman. Endi bir logikani rivojlantirish uchun mana shulardan foydalansizlar. Endi e'tibor beringlar, endi bunday qilsa ham bo'ladi. Misol, buni rim raqamga o'tkazdim va buni 2 qilib qo'ydim. Mana. Va buni endi reverse qilib qo'yaman. Teskari tartibda qilib qo'ydim. Reverse. Mana. Ya'ni 2 1 bo'lib turib 0 bo'lib turib -1 ga kirib ketadi. Agar shuni A qilsamchi, bu ham xuddi shunaqa. B bitta Adan tugaydi, unaqa harf ham 0 -1 ga kirib ketadi. Ko'proq bo'ladigan bo'lsa, bu yog'i mana minusga qarab ketaveradi. Demak, bu tartiblangan ro'yxatda biz foydalanish mumkin bo'lgan atributlar type, start va reverse'lardan foydalansak bo'ladi. Demak, bu tartiblangan ro'yxat OL deb tushundik. Endi tartiblanmagan ro'yxatni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu UL deyiladi. Ya'ni UL deb ochiladi. Ya'ni ichiga lead ichida yana ro'yxat yozib chiqamiz. Bu safar mana hayvonlardan yozamiz. Cat, dog, fish deb yozaman. 3 ta hayvon. E'tibor bersak, bu tartiblanmagan ro'yxatda bizda raqam yo'q, harf bo'lmaydi. Mana bunaqa dumaloq belgilardan iborat bo'ladi. Bularda ham eng ko'p foydalanilgan stil dumaloq o'rniga boshqacha shakllar qilsa bo'ladi. Ko'proq foydalanilgan mana 4 tasini yozib beraman. Circle, square, none, ya'ni juda ko'p ishlaydi mana shundan va disk. Shu to'rtlasini ko'rib chiqamiz. Buning uchun yo'ldan keyin joy tashlaysizlarda bu yerga style deb yozib, shuning ichiga list style type deb yozamiz va birinchisi circle deb qo'yib beraman. Mana oq aylana qilib berar ekan. Ichi qora emas, atrofi qora bo'lar ekan, ichi oq bo'lar. Yoki bo'lmasa square deb yozaman. Square deb yozaman. Mana to'rtburchak qilib beradi. Yo bo'lmasam none deb yozaman. None mana yo'q qilib berar ekan. Va oxirgisi disk deb yozib beraman. Bu yerda disk mana bizni qora dumaloq qilib, qora aylana qilib berar ekan. O'zi default holatda shunaqa hisoblanadi. Bu endi nimaga buni o'rgatyapman hozir. Nested listlarni ko'rgan ichma-ich ro'yxatlarda mana shundan foydalanamiz. Shunda kerak bo'ladi. Demak, OL'ni tushundik, UL'ni tushundik. Bularda demak foydalanishni bildik. Endi keyingi ko'radigan narsamiz bu nested list, ya'ni ichma-ich ro'yxat. Nested list. Ichma-ich ro'yxat nima? Mana ro'yxatning ichida ro'yxat kelishi mumkin. Ro'yxatning ichida ro'yxat. Birinchi OL misolida ko'rib chiqamiz. Ya'ni OL deyman. Ichida li deymanda men transport turlarini yozaman. Bike, car, plane deb yozdim. Mana ko'rsatib beradi. Endi bike'da qanaqadir turi bor. Yoki kichkina va katta velosiped turi bor. Endi turini, kichik va katta turini pastidan mana shuni pastidan yozishim kerak. Buning uchun bike'ga kursorni qo'yib, enter bosib pastga tushirasizlar. Bu yerda yana oil tegini yana ochasizlar. Va shuning ichida yana li keladi. Small and big. Shu ichma-ich ro'yxat hisoblanadi. Ya'ni buning ichida yana ro'yxat ketyapti ichida. Bu ham bir-ikki hisob yoziladi, chunki bu ham oil hisoblanadi. Agar buni ham tipini o'zgartirmoqchi bo'lsalar, men aytiga type deb turib, A deb yozib qo'ysalaring, mana A, B qilib harflar beradi. Qolganlarini xuddi shunaqa qilib ishlatsa bo'ladi. Cardan keyin yana OL deymanda, ichida yana li deb turib,
white, black deb yozaman. Mashinaning ikki xil turini yozyapman. Oq va qora. Buni ham type'ini o'zgartirib qo'ysa bo'ladi. Type katta qilsa mana A, B qilib yozib beradi. Va plain. Plain ham xuddi shunaqa ichma-ichida yozadi. Oil ichida li qilib turib, mana Boeing va Airbus. Va buni ham type deb turib, mana rim raqamini qo'yib qo'ysam, i harfini kattada mana 1 qilib ko'rsatib beradi. Bu nima ichma-ich ro'yxat, ya'ni nested list hisoblanadi. Shuni ishlasak bo'ladi. Buni UL tagida ham xuddi shunaqa qilib ishlasak bo'ladi. Xuddi shuni. Mana UL deyman. UL deb turib, li deymanda hayvonlardan cat, dog, mana fish deyman. Bular ham xuddi shuni qora dumaloq qilib beradi. Men buni boshqacha stilda qilmadim. Style deyman. List style type deymanda buni mana circle deb yozaman. Mana oq dumaloq qilib beradi. Endi buning ichida mana catning ichidan yana UL tagini ochib, shuning ichida yana li deb turib yozishimiz mumkin. Small, big deb. Mana e'tibor bersang catniki oq bo'lib qolibdi. Endi buni sababi mana buni o'chirib turaman. O'zi bu asli qora hisoblanadi, bilan ketma-ket ravishda o'zgarib ketadi. Shuning uchun buni oq qilib beryapti. Buni men oq turib, endi buni boshqacha, ya'ni buni qora qilmoqchiman men UL. Buning uchun style list style type listlarda metiga this deb yozsam qora dumaloq qilib beradi. Qolganlarini xuddi shunday qilib yozib ketsa bo'ladi. Dogdan keyin UL ochasizlar. Uning ichida yana li keladi va bu yerga o'sha kuchukni turamiz. Buni ham small va big deb yozaman. Mana bu ham oq dumaloq qilib beradi. Buni endi to'rtburchak qilmoqchi bo'lsalaring, to'rtburchak qilish uchun buni demak bu yerga style deb yozib, yana list style type deymanda square deb yozaman va mana bizda to'rtburchak qilib beradi. Men mana tartiblangan va tartiblanmagan ro'yxatda nested listlarni ko'rib chiqdik. Bularni yaxshilab o'rganib olishdan kerak. Ya'ni bularda eng ko'p foydalangan none degani ko'p foydalaniladi, yo'q qilib qo'yish. Bular bo'yicha mashqlar ham ishlaymiz.